Assalomu alaykum. Men Zoirova Nigor Akramova, 9 yillik tajribaga ega bo'lgan pediatr. Bugun sizlar bilan hozirgi paytda eng ko'p tarqalgan va eng aktual bo'layotgan qizamiq kasalligi haqida gaplashamiz. Fevral oyidan O'zbekistonda Toshkent shahrida xususan juda ham ko'p qizamiq bilan kasallanish holatlari kuzatilyapti. Qizamiq o'zi nima? Qizamiq bu virusli infeksiya bo'lib, yuqumlilik darajasi o'ta yuqori, 95% dan yuqori yuqumlilik darajasiga ega bo'lgan virusli infeksiya hisoblanadi. Bunda qanaqa kechyapti? Birinchi bo'lib, birinchi 4-5 kunlikda juda ham yuqori harorat 39-40 darajagacha ko'tariladigan yuqori harorat va kataral belgili, ya'ni nima bu? Tumov, og'iz bo'shlig'ida, lunjlarida ichkari tomondan oq dog'larning paydo bo'lishi, eng spetsifik belgisi filativ ko'plik dog'larning paydo bo'lishi, konyuktivit, bolada ko'zini og'rishi, yorug'likka to'g'ridan-to'g'ri qarolmasligi, 4-5 kundan boshlab toshmalarning paydo bo'lishi. Toshmalar asosan quloqning orqa qismidan, bosh qismidan boshlab toshib, keyinchalik bo'yniga, badaniga, qo'l-oyoqlariga tarqalishi, ya'ni etaplilik. Bu hammasi qizamiqqa xos bo'lgan belgilar. Bunaqa holatlar bilan juda ham ko'p, ya'ni kattalarda ham, bolalarda ham juda ham ko'p uchrayapti qizamiq kasalligi. Bunga sabab nima? Juda ham ko'payib ketishini. Juda ham ko'payib ketishiga sabab bizada immunizatsiya, vaksinatsiyani pasayib ketganligi va albatta 2019-yilda Covid infeksiyasi o'tgandan keyin immun tizimini juda ham o'zgarib ketganligi va steril holatga kelib qolgani ko'p kattalarda uchrayotgani sababiga. Qizamiq infeksiyasi bunda davolanish qanaqa, kimga murojaat qilinadi? Qizamiq infeksiyasida birinchi bo'lib, albatta infeksionist vrachga murojaat qilinadi. Davolanish uni spetsifik davosi yo'q, faqat simptomatik, ya'ni nima qatida muammo, konyuktivit bo'lsa ko'ziga o'sha tomchilarni nima qilish, tana haroratini tushirish, toshmalariga alohida spetsifik davo tavsiya etilmaydi. U birinchi 7 kunlikdan keyin sekin-sekin kamayishi, yangi toshmalar chiqishi, to'xtashi. Albatta bunga e'tiborsiz bo'lish kerak emas, chunki uni juda ham asoratlari og'ir. Kataral belgili boshlanganda osongina yengil, faqat tomoq og'rishi, yo'tal bilan ham o'tib ketishi mumkin, toshma toshib. Lekin ko'pchiliklarda pnevmoniya, o'pka shamollashi, ensefalit, meningitlargacha asoratlanib ketayotgan bolalarimiz ham juda ham ko'p. Shuning uchun vaqtida tana harorati juda ham yuqori bo'lganda, toshma paydo bo'lishi boshlaganda juda ham tezlik bilan vrachga, pediatrga murojaat qilib, pediatr ko'rib shu tashxis qo'yadigan bo'lsa, albatta o'zi infeksion kasalxonaga yoki infeksion specialistga yo'naltirib beradi. O'zi 2014-2016 yil ma'lumotlariga ko'ra 2018-yilgacha O'zbekiston qizamiqdan ozod hudud, ya'ni endemik hech qanaqa holat kuzatilmaganligi tasdiqlangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining oxirgi ma'lumotlariga ko'ra 2019-yildan boshlab O'zbekistonda va nafaqat O'zbekistonda bir qator rivojlangan boshqa mamlakatlarda ham, bu Angliya bo'ladimi, bu Avstriya bo'ladi, Ozarbayjon, Armeniya, bu yoqda hamma joyda qizamiq vspышкасы bo'ldi. Nimaga? Chunki immunitet tushib ketdi, immunizatsiya pasayib ketdi, har xil miflar paydo bo'lishni boshladi. Vaksinadan keyingi nogironlik, autizm, bular hammasi doказательно isbotlangan qanaqadir bazasi yo'q bo'lgan ma'lumotlar. Albatta qizamiq bilan kasallanmasligi uchun farzandimiz davlatda emlash kalendari bor. Emlash kalendarida 1 yoshda va 6 yoshda rejali emlash amalga oshiriladi qizamiqqa qarshi. Bunaqa endemik vaziyat bo'lgan paytda 6 oylikdan boshlab barcha bolajonlarga oilaviy poliklinikalarda vaksinatsiyalar yo'lga qo'yilgan. Albatta buni o'ylab ham o'tirmasdan albatta olib borish kerak farzandinglarni. Chunki 6 oygacha onadan o'tgan immunitet orqali bola himoyalanadi. 6 oydan keyin bu immunitet tushishni boshlaydi, unga yordam berishimiz kerak. Shuning uchun farzandimizni qizamiq bilan kasallanib qolmasligi uchun, uni oldini olish uchun hammamizni albatta vaksinatsiya qildirishimiz kerak. Juda ham ko'p kasallarimizni, hatto bemor bo'lmagan holda ham aynan shu savolni berish uchun bizga murojaat qilishdi. Farzandim 6 oylik yoki 8 oylik, o'zimni nechta patsientlarim kelishdi. Biz 8 oylik bo'ldik, biz 9 oylik yoki 6 oylik, lekin bizani emlashga chaqirishyapti qizamiqqa. Oliylikmi, olmaylikmi? Olsak nima bo'ladi? Biz olmoqchi emasmiz. Hali kichkina, 1 yoshda yetishgan. Albatta hammaga olish kerak degan tavsiya berildi. Qizamiqqa qarshi vaksina olish kerakmi, yo'qmi? Bolamda tana harorati bor, qizamiq boshlandimi, yo'qmi? Shunga o'xshagan savollaringiz bilan bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Medikalka ilovasi orqali konsultatsiyamizga yozilib, shu kabi savollaringizga birgalikda javob topamiz.